Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim. 2025-yilning 6-aprel sanasida kechki vaqt sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun kechki mahalga bolalarimga bilinchikka bermoqchiman. Buning uchun bizga 2 dona tuxum, semchka yog'i hamda non sodasi deydimi? O'shanaqa. Hozir sizlar bilan keyin sut aytmoqchi. Eng asosiysi sut. Salkam 1 litr sutga tayyorlab ko'rsataman sizlarga. Keyin bir chimdim tuz. Bir qoshiq. Bir chimdim tuz. Yog' solamiz endi. Issiq sut solamiz. Iliqdan issiqroq bo'lgan sut. Keyin 1 piyola un. Agar yetmasa yana solamiz. Suyuq quyuqligiga qarab. Solamiz endi. Aylantirib olib, keyin un solamiz endi. 2 dona tuxum, 1 chimdim tuz, 1 chayni ложка non sodasi, o'simlik yog'i hamda un solamiz. Ichidagi hamma narsasi bir xil massa kelguncha un solamiz. Kechki vaqt soat millari hozir ko'raman. 18:26. Mana shunday qilib yaxshilab bir xil massaga kelguncha aylantiramiz. Telefonim pamyati to'lib qolgan ekan. Berilib gapirib yotibman tayyorlab. Hozir ko'rib qoldim. Ichidagi keraksiz narsalar o'chirib yana qaytadan olyapman. Bilinchik mana xamiri. Mana hurmatli kuzatuvchilar, qizim yig'lab qoldi, shunga videoni to'xtatib turdim. Mana bu o'rgangi tova. Opam sovg'a qilgan tovada, ya'ni mana Uvakem firmasining blinitsasida bilinchik qilib ko'ramiz, sinab ko'ramiz. Keyin sizlarga aytaman qanday chiqqanini. Ko'rasiz hozir. Qizib turish kerak. Ozginagina yog' solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim o'zing qo'llaydi. Birinchisiga kichkinaroq pishirdim-da. Keyin bunga birinchisi. Hadi ince yapalım. Nasıl? Hadi koyusko. Ne koşun sakın.
birinchi bilinchigimizni qo'ydim. Oho, mana bu teshiklarni qarang. Вообще bilinchik desam bilinchik bo'lyapti. Ikkinchisi. Odam yuragini yorasi nima ekan debman. Yopishmas ekan lekin. Teshiklari, orqalari chiroyli. Teshik. Orangizda bitta bormi? Ha. Hozir ikkitani ishlatayapman. Qanday qoqir? Mazali. Hozir piydami? Birinchisini o'zim yedim. Böyle qo'ydim. Mana shu yoqda teshikchalar paydo bo'lyapti deydi-ku. Mana ikkinchisi ham. Asadiya Banu, assalom. Ne? Voy shirin kuzim o'zimni. Voy jonim. Hayır. Dadasini sog'inibdi-da bu qiz. Bunaqa bilinchik yemagansiz deydi-ku. Ko'ryapsizmi qanaqa chiroyli voy-o. Mana bu bilinchsani gapirmadingiz, opangizni eslamadingiz deganlar uchun yana bir bor aytaman. Har doim eng yaxshilarini menga ravo ko'radi. Ya'ni menga ham, opalarimga ham boshqa. Akamga ham hammamizni birday yaxshi ko'radi opa. Biz ham shunday. Tagi ham mana bir xil qizlar, bir tekisda. Haqiqatdan ham zo'r ekan, olsalaringiz bo'ladi. Rosa chiroyli teshikchalar ko'rinib turibdi. Mana yana bir ko'rsatayda. Bismillahirrahmanirrahim. Onajon, bunchalar qizlaringizni pazanda qilib tug'gansiz, ey. Tagim teshik. Opajonim, sizga ham katta rahmat. Bir bor rahmat aytaman. Haqiqatda zo'r ekan. Zo'r, super. Lekin buni ham tayyorlashni o'zini anosi bor-da. Bir xillariki yopishib bilchillab qoladi mana xamiri. Teshik bo'lmaydi, bo'zrayib turaveradi. Qilishni bilmaydi bu ham. Mana
Uchinchi birinchiga bittasini oshqozonimda joylab yubordim. Hurmatli kuzatuvchilar, sabrim chidamadi, qanaqa chiqibdi ekan deb qiziqdim-da. Voy bu. Teshikchalarini ko'ringlar-da. Ko'rinyaptimi? Hurmatli kuzatuvchilar. Hamma joyi teshik. Haqiqatda bilinchiklarim вообще chiroyli chiqayapti. Voy bu. Ko'ryapsizmi, hurmatli kuzatuvchilar? Dahshat chiroyli chiqayapti. Men ahmoq bir bo'lmog'ir skоворodkada qiynalib birinchi qilayotgan ekanman-da. Rahmat opa, baraka toping. Barakangizni bersin. Topganingiz oltin bo'lsin. Opajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'ling. Bir martagina ozgina yog' soldim. Rosa chiroyli chiqyapti, rosayam. Bolalarim mazza qilib yeydi. Ayniqsa Ozod yaxshi ko'radi. Energiya qo'yaman. Ko'rinyapti. Pişse yiyeceğiz, pişse. Sabır dur balam. Az beraman. Yaxshimikan? Zo'rmi? Supermi? Hurmatli kuzatuvchilar, mening birinchigim tayyor bo'ldi. Rosa chiroyli. Ichlari ham pishgan. Yoqimli ishtaha. Sizlar bilan yanagi roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.